Cobalt, Euro variant yil o'yinlarda ana bunaqa oddiy kulchatlar bo'ladi. Hozir bunga yangicha kulchatlar qo'yib berganmiz. Buni liniyasi kelgan. O'shani zavodskoy liniyaga ulashni hozir ko'rsatamiz qator. Yangi kulchatlar qo'yganda yana qo'shimcha funksiyasi bo'ladi. Bosiladigan knopka bo'ladi. O'shani rasponovkasi birdan blok yechiladi. 3 ta bu o'nda turadi. 3 tarafda klipsi bo'ladi. Bu yoqda o'yni bo'ladi. Oq stikerdan pastki taraf, pastki pichoq ketgan tarafdan, ana bu tarafdan o'ngdan ikkinchisidan bitta kontakt chiqarilsa, zavodskoy ishlaydi. O'shanda ana bu birdan xatirga tok keladi ikkinchi tarafga. Mana shu yerda birdan xatir tiqqan payti galogenga tok boradi. Zavodskoyda ishlaydi. Euro ko'ynak Cobalt borlar saqlanib qo'yinglar. Foydali